Gazoblok ishlab chiqarish korxonasi. Shu issiqda ishlayotganlarga bitta layk bosib qo'yinglar. Mahsulotimiz sifati mana. Yana o'sha gap. Bizni O'zbekiston sharoitida tadbirkorlar boshidan foyda qilishni o'ylaydi. Zarar qilmasangiz ham, ko'p foyda qilmasangiz ham mijozni rozi qilishni o'ylashingiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Mana xudo xolisa ketyapti. Gazoblogimiz nam ketyapti. Klient zo'r. Ishlar blogimizda ham xuddi shu holat. Nimaga? Klient rozi qilishni o'ylaymiz. Birinchi maqsad foyda qilish emas. Ishchilarga yaxshi sharoit yaratish, yaxshi oylik berish. Siz shu narsalarni qiling, Alloh sizga beradi. Deb ustozlarimiz bizga o'rgatishgan, shuni qo'llayapmiz. Amaliyotda natijasini ko'ryapmiz. Alhamdulillah. Davay tezlashinglar.